Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar, aziz insonlar. Hozir sizlar uchun Roziyajon opamiz tomonlaridan opajonlari Zohidajon opa uchun yo'llangan samimiy rahmatnomani e'tiboringizga havola etamiz. Mana shunday ulug' ayyomlarda o'z opajonlariga biz orqali minnatdorchiliklarini izhor etishni xohlagan Roziyajon opamizni tabriklarini jonli qo'ng'iroq orqali chiroyli holatda yetkazishga harakat qilaman. Hayajonli daqiqalar boshlandi. Ko'k tugmani bosdim, jonli qo'ng'iroq ketdi. Allo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Zohidajon opajonim, salomatmisiz? Uzr, sizni ham qimmatli daqiqalaringizni olgan holatda bezovta qilmoqdamiz. Aha. Opajon, bugun hech qanday bayram yoki ayyom emas, ammo mana shunday ulug' kunlar, ro'za Ramazon oldidan siz uchun eng chiroyli duolar, tilaklar bizning loyihamizga yetib kelgan. Avvalo, tabrik so'z loyihasining jonli efiridan bog'lanyapmiz. Studiya qarshisida kamina boshlovchi Hurriyatxoni bo'laman. Mehribonim opajonim, juda ham qadrli inson ekansiz. Sizni bir yaqin insoningiz ro'za Ramazon oldidan o'z samimiy tilaklarini, rahmat so'zlarini biroz bo'lsa ham ko'nglingizni ko'tarish maqsadida biz orqali yetkazishni xohlabdilar. Mana shuni yetkazish uchun qo'ng'iroqni amalga oshirgan edik. Rahmat. Opajon, nima deb o'ylaysiz? Ushbu inson kim bo'lishi mumkin? Taxminingiz bormi? Kutmagandim. Albatta. Qizchamniki. Yo'q, bugun sizni juda ham qadrlaydigan, qalblarini to'p-to'pidan sizni yaxshi ko'rib, mana shunday izhorlarni ayta olmagan bir mehribongina ota-onangizdan qolgan yodgoringiz, singlingiz bor ekanlar. Roziyajon opamiz, mana shu kishini dil izhorlarini yetkazib beramiz. Mashalloh. Rahmat. Ziyoda bo'lsin. Ilohim, ruxsat bersangiz, Allohimni vakil qilib, Alloh roziligini niyat qilib, Alloh qodir etganchalik o'qib eshitirsam maylimi? Mayli. Tashakkur. Assalomu alaykum, aziz va mehribon opajonim. Mehribonim, ota-onamdan qolgan qalbim gavhari. Bugun qalbimdagi cheksiz minnatdorchiligimni sizga yetkazmoqchiman. Siz mening hayotimda faqat opa emas, balki baxtimga ham ota ham ona o'rnini bosgan eng aziz inson bo'ldingiz. Bolaligimdan bugungi kungacha har bir qadamimda yonimda bo'ldingiz. Qiyin kunlarimda suyanchim, quvonchli damlarimda esa eng birinchi sherigim bo'ldingiz. Sizning mehringiz, sabringiz, g'amxo'rligingiz tufayli o'zimni hech qachon yolg'iz his qilmaganman. Men uchun qilgan har bir yaxshiligingizni, aytgan har bir duolaringizni umr bo'yi unutmayman. Mehribonim, opajonim, siz meni asrab, avaylab, hayot yo'lini ko'rsatib, har doim qo'llab, quvvatlab keldingiz. Sizning mehringiz meni ulg'aytirdi, kuchli qildi. Har safar mehr bilan singlim deb erkalatganingiz qalbimga quvonch bag'ishlaydi. Siz bor ekansiz, men o'zimni eng baxtli singil deb bilaman. Mening mehribonim opajonim, Allohim sizni baxtimga doimo sog' va salomat qilsin. Umrlaringizni uzoq, qadamlaringizni qutlug' qilsin. Nimaiki yaxshi niyat qilgan bo'lsangiz, Allohim barchasiga yetkazsin. Har doim yuzingizdan tabassum, qalbingizdan xotirjamlik arimasin. Siz mening faxrim, suyanchim, eng aziz opajonimsiz. Sizni juda ham yaxshi ko'raman va har doim duo qilaman. Borligingiz uchun cheksiz rahmat. Ilohim, ota-onamizni oxiratlari obod, joylari jannatda bo'lsin. Har bir qilgan yaxshi amallarimiz savobini ming karra ko'paytirib, Allohim ota-onamizni amal daftariga ham yozishsin ilohim. Ilohim, ularga toj kiydiradigan farzandlar bo'laylik. Siz suyanadigan, siz faxrlanadigan singil bo'lish baxtiga Alloh menga ham nasiba ro'za aylasin. Opajoni, boringizga shukr. Bugungidek ayyomingizni mana shunday kunlarda ushbu rahmat so'zlarim orqali biroz bo'lsa ham ko'nglingizni ko'tarishni xohlagan singiljoningiz sizni juda ham yaxshi ko'radi. Buni esa aslo unutmang. Salomat bo'ling deya ushbu satrlarni Roziyaxon opamiz sizga yo'llab qolmoqdalar. Rahmat. Umri ziyoda bo'lsin. Ilohim.
aytganingiz kelsin. Har doim mana shunday yosharib, yashnab yuring, yaqinlar ardog'ida bo'ling. Ular uchun o'zingizni ehtiyot qiling. Opajon, nima deb o'ylaysiz? Bir kichik siz uchun savolimiz bor edi. Mana shu Roziyajon singlingizni ko'proq qaysi bir jihatlaridan faxrlanar edingiz? Yaxshiyam Allohim shundayin singil bergan deya. Borligi o'zi bir dunyo. Mashalloh. Roziyajon opamiz uchun ham aytar so'zlaringiz bo'lsa marhamat yetkazib berishingiz mumkin. Ilohim, bolalarini baxtiga umri ziyoda bo'lsin. Ilohim. Amin. Aytganingiz kelsin. Mehribonim opajonim, ana endi singiljoningizni yana bir she'rinomalari bor ekan. Shuni ham taqdim etib, so'ngra suhbatimizni yakunlasak maylimi? Rahmat sizga. Qadringiz bir dunyocha sizni, durgavharsiz, durlar ichida. Samimiysiz, mehribon doim, siz onamga o'xshaysiz juda. Kuch olaman so'zlaringizdan, kulishingiz jonimga darmon, mehr tomar yuzlaringizdan. Boringizga shukr, opajon. Uzilmasin ko'ngil rishtamiz. Didorlashib turaylik har dam, ishonganim siz farishtamsiz. Mehribonim, o'zimning opam. Dardu alam ko'rmang dunyoda. Doim quvonch yodlikka to'ling mehrligim mening baxtimga. Doim sog'ib, salomat bo'ling deya ushbu ajoyib satrlarni, she'rinomalarni sizga yo'llab qolmoqdalar. Omon bo'lsin. Ilohim. Aytganingiz kelsin. Qadrli opajon, biz uchun ajratgan qimmatli daqiqalar uchun rozi bo'ling. Mana shunday Roziyajon opamiz bilan o'rtangizdagi mehr muhabbat, oqibatingiz opa singillik rishtangizga esa aslo ko'zu nazarlar tegmasin. Xush kayfiyat sizni aslo tark etmasin. Rahmat sizga ham, omon bo'ling. Zohidaxon opajonimizga yana bir bor sog'lik, salomatlik, uzoq umr va cheksiz baxt tilaymiz. Ilohim doimo oila bag'rida baxtiyor bo'lib yursinlar. Ushbu ajoyib qo'shiq tarannum Zohida opamiz uchun yangraydi.